Basatlıdan. Gördüğünüz var bu yerde yarım kilovatlar var ekan. Çoğu atışadi. Mana jo'u o'rnatdi ekan, yaxshi. Ular qayta turgan otlar ekan. Assalomu alaykum. Aslar bu qayerdan otdi ekan? Pishekdik ha? Yaş qanchada? 2 yashar ha? 2 yashar ekan. Uloq bor yo'qmi? Qo'yilaklar uloqqa. Millillik uloqqa em chiqadi. Bosim qancha deyapsizlar? 200 ming ha? 200 ming deyapsizlar. Nomer qoldiramizmi? Aytaveringchi. 777 21 37. Şu numaraya bağlanıp turaverasizlar shu vaqtda. So'rab, shu bilan bog'lashaverasizlar. Bishkek noti deydi buni. Bunu 8 aylık deb atışadi. 8 aylık tay ekan bu. Qayerda kelib so'rab biladi, nomerlarni beri qoldiramiz hozir. 8 aylık deydi. Bitta yaxshi tay ekan bu. 8 aylık deydi. 8 aylık deb atışadi bunu. Hatta xudo xolasa. Dökülüp tay ekan bu. Nomerinizni aytaveringchi. 0508 0508 06 06 0080 0080 0080 deydi. Hozir tayda tartib o'tdik, o'sha men bog'lashaverasizlar. Qancha deyapsiz? 120 kam var. 120 kam var, o'sha men so'rayverasizlar. 120 kam var deb o'tadi. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Bu ot qancha deyapsizlar? Qayerda ekan? Yağın ovqat. Omskidan kelganmi? Omskidan kelgan, ha? Yash qanchada buning? Jazoga pishdi bo'lyapti, ha? Bosim qancha deyapsizlar? 300 ming, ha? 300 ming deb asayotgan bularni. Canım beri tartib o'taylik. Rossiyadan kelgan neydi? Omskiy deb asayot. Uloq bor yo'qmi? Mil gelmez ha? Mil gelmez deydi. Nomer qoldiramizmi? 0708 09 80 80 ha? 82 ha? 82. Şu numaraya bağlanıp turaverasizlar deydi.